Görsünler. Hoş kendimizi görsün, hoş kendimizi. Ay canım, nima gaplaysiz? Canım, gitme yapma sizi tashlab ketmayman uni. Yig'layadi undan qilib. O'tirish. Ay canım. Azasi bertaniydi. Konuş. Ziza. Короче, я sizga tiyaman. Mening ikkita erim bor, ikkisi ham mehribon. Bittasi meni boqadi, ikkinchisi qoqadi. Ya, o'sha. Bu she'rni tushundingda, mening ikkita erim bor. İyi ki yerim var. Ikkisi ham mehribon. Biri meni boqadi, ikkinchisi qoqadi. Sindir o zaten. Biri bag'adi, biri qag'adi. Prikol, просто prikol, tomosha. Bismillah. Alloh uchun shu videoni oxirigacha ko'ring, ahvolni ko'rib turibsizmi? Bizga ham havas emas, hadeb video sizlar uchun chiqarishdik. Shu iloyim oxirgi videomiz bo'lsin. Ko'rib turibsiz holatda badaningizga nimadir tiqib siz 1 soat uxlolmaysizmi? Shu qizimiz salkam 2 yildan beri kasal bo'lib yotibdi. 20 ming dollar kerak, 10 kundan bariga hali o'ziga kelmayapti. O'ziga kelsa ham sudurga berib, qiz bechora 2 soatlab sudurga bergan holatlari bo'ldi. Nima deyishga to'g'risiga til ojiz bo'lib turibdi. Holatni ko'rib turibsizlar. 20 ming dollar pul yig'aylik, biz tezroq Turkiyaga qarab chiqaylik. Bugun chorshanba bo'ladigan bo'lsa, 3 kunlik yakshanba kuni shu pulni yig'ib biz Turkiyaga chiqib qizimizni davolataylik. Hadicha qizimiz yoshi 10 yoshda, kasalligi boshidan biz operatsiya qilib chip qo'ydirishimiz kerak. Juda ham zarur. Alloh uchun shu videoda oxirigacha ko'ring hamda kommentariyaga xohlagan insoningizni belgilang, ehson qiladigan insonni belgilang. Shu videoda istoriyangizga qo'ying, yaqinlaringizga ulashing. Qo'lingizdan kelmasa shu ishni qiling hech bo'lmasa. Alloh uchun shu savobga sherik bo'ling ilohim. Jannatlarda Xudoim shu qiz tufayli balkim shafoat olib kirib ketarsiz. Shu qiz uchun shu qiz duolarida sizni eslar balkim. Har biringizni eslaydi Xudo xohlasa. Pastda katta nomerlar turibdi. Telefon nomerimizni ham qoldiramiz. Ishonmaydigan bo'lsa Qo'rg'on-Tepani jonlantirish bo'limida yotibdi. Kelib onasini o'ziga qizning holatini ko'rib ehsoningizni qilib keting. Hammalarda ilohim jannatlarda shu qiz bilan birgalikda ko'rishni nasib qilsin. Qilgan ehsoningizlarni Alloh o'z dargohida qabul aylasin.